bu videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishingni tavsiya qilamiz. Bu video murojaatimiz barcha o'zbekistonliklar uchun. Ortimda turgan furani ko'rib turibsizlar, yo'nib kul bo'lgan. Ichida Rossiyaga ketgan yuklar ham bo'lgan, yukdan asar ham qolmagan. Hozir biz Vodiy Toshkent yo'nalishida Qamchiq dovonida, ya'ni Pervaldamiz, qadrdonlar. Tormozi ishlamagan sababli fura jarliqqa tushib, ko'rib turibsizlar holatini, juda ham achinarli holat. Shopirlari yaxshi ham mashinadan sakrab qolishgan, xullas shopirlari ko'mada yotishgan, ahvollari juda ham og'ir. Qo'ldan kelganicha bu videoni tarqatib berishinglarni sizlardan iltimos qilib qolamiz, qadrdonlar. Hozir onaxonlari ham shu yerdalar. Onaxonlarning oldilariga boramiz. Aytishinglar mumkin, bu furachi yana undan tikilib oladi deyishinglar mumkin. Yo'q, qadrdonlar. Bu shofyor akamlarning onalari bo'ladilar. Shofyor akamlar uylarini yarmidan ko'pini sotib, endi o'zbek tilida sodda qilib tushuntirganda ajdaniyaga bu furani xarid qilgan ekanlar. Lekin hozirda boshlariga shunaqa musibat tushdi. Bular shunaqa yaxshi inson ekan, bizga minglab odamlar aloqaga chiqib, shunaqa yordam bermasani bo'lmaydi, biz ham poddeskadamiz deb mana shu yerga olib kelishdi. O'zi o'g'lingiz holatlari yaxshimi onaxon? Assalomu alaykum O'zbekiston aholisi. Hech kim yo'lga chiqib shu kunga tushay demaydi. O'g'lim shu mehnat qilib meni boqaman, bola chaqasini boqaman deb umid bilan yo'lga chiqdi. Bu mashinani ham yarmi qarz, yarmini to'langan. Yo'lga chiqib mana shu baxtsiz voqeaga duchor bo'ldi. Meni boquvchim shu, qiynalgan oilaman, yetim bola, otasi yo'q. 4 voyaga yetmagan bolasi bor. Sizlardan iltimos qilar edim, menga yordam berishlaring. Hozir adashmasam ichidagi yukini ham nima qilib bo'lsa ham ichidagi yukini menga ham to'laysan deb aytishgan. deb turib olishdi. Men qayerdan to'layman, o'zim qiynalgan oilaman. Hozir men video oxirida shofyor akani yo'llarga borishga harakat qilaman. Toshkentda ro'yxatda yashar ekan. Ro'yxatdami? Hozir vaqt bo'lsa Toshkentga ham borib, akani holatlarini ko'rsataman. 4 bolalari bor ekan. Mana karta nomerlari, mana o'zlarining telefon nomerlari, o'zingni ham bemalol telefon qilib bog'lansani bo'ladi. Barcha o'zbekistonliklardan xudo xolasa yordam kutib qolamiz. Hech kimni boshiga bunaqa kunlar tushmasin. Endi bu ham Allohning sinovi. Qadrdonlar, shofyor akamizni uylariga keldik. Rostdan ham ahvol umuman chatoq, daji ko'rib turibsizlar. Eshik ham o'rnamagan. Hozir kiramiz. Ichkaridagi holatni ham bitta ko'zinglar bilan ko'rasizlar.